pulim yo'q deb tonirovkasiz yurmayman-ku. Endi meni ham tonirovkam bor. Katta bo'laman jalla. Tonirovkam bilan kim meni rasmga olib qo'yarkan, ha? Mashinasiga salafon yopishtirib olganmi? Tavba. Aka, pulingiz yo'q shekilli, salafon yopishtirib olgansiz mashinasiga. Da aka, pul yo'q deb tonirovkasiz yurmayman-ku. To'g'ri, aka, yaxshi, lekin salafon yopishtirib olganingizni bilasizmi? Aka, yaramni yangiladingiz-ku. To'g'ri, tonirovka emas, salafon yopishtirib olganman. Aka, chunki pulim yo'q. Buni olishimdan oldin shtraflarimni to'lashim kerak. O'xshatmasdan uchratmas. Lekin aka, men ham sizga o'xshab vaqtida salafon taqib yurganman, lekin bitta joyda bildim. Qanday joyligini bilasizmi? Yo'q, qanaqa joy ekan? Oston rassrochka, даже tonirovka ruxsatnomangizni ham boshlang'ich to'lovlarsiz olib berishadi. Plus yana shtraflaringizni ham boshlang'ich to'lovsiz to'lab berishadi. Bunaqa yurmang aka, yarashmaydi. Ko'p bo'lishi yomon ustimdan.